Mana bugun psix brigadada ishdamiz. Bemorni olib keldik. Katta erkak kishi 60 yoshlar atrofida. Yosh bolalarni mana shunaqangi o'yinchoqlar bilan aldab, boshini silab, badanini turli xil joylariga teginib, ularga shilqimlik qilib, ayniqsa qiz bolalarga, mana qiz bolalar uchun o'yinchoqlar. Mana turli xil boshiga, sochiga taqadigan o'yinchoq nimalar, zakolkalar, taroqlar, keyin bolalarni o'ziga jalb qiladigan bunaqa bolalar uchun mo'ljallangan rasmli kitobchalar bilan qurollangan holatda yuribdik. Mana qabul bo'limini ham bitta videoga oling. Qabul bo'limi. Qabul bo'limiga olib keldik. Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizdik buni. Mana bu narsalarni yana qaytadan uni qurollari, ya'ni jinoiy qurollari qo'liga tushmasligi uchun buni musirga tashlaymiz. Ota-onalarga iltimosimiz shuki, o'z farzandlaringizga ehtiyot bo'ling. Maktabdagi qo'riqlash xizmati xodimlariga ham iltimosimiz shuki, maktab atrofida yurgan begona shaxslar, shubhali shaxslardan ehtiyot bo'linglar. Yosh bolalaringizni o'zini yolg'iz maktabdan uyga yoki uydan maktabga kelishini emas, balki u bilan qandaydir bir kattaroq odam birgalikda